New Mexico 2032-yil. Yuqori martabali amaldor Meksikani Qo'shma Shtatlardan ajratib turuvchi devor qurib bitkazilish arafasida ekani haqida so'zlamoqda. Bir paytlari bu yerda ko'p odamlar noqonuniy yashagan, ammo hozir bularning barchasi ortda qoldi. Chunki insonlarning og'irni yengil qiladigan robotlarni Tesla kompaniyasi ishlab chiqardi. Bundan tashqari chegarani noqonuniy kesib o'tishga uringan odamlarni robotlar osongina qo'lga olib utilizatsiya qilishadi. Nutq tugaydi va odam shaklidagi robotlar yig'ilish joyini tozalaydilar. Bir yosh yigit konkiga kelib muzda uchishni o'rganmoqda va jozibali bir qiz bilan tanishib qoldi. Oradan bir muncha vaqt o'tib, xuddi o'sha yigit ko'chada bir ayolga kolyaskani mashinaga ortishga yordamlashib yubordi va yo'l chekkasida musor tashiydigan robot ishdan chiqib, o'zi musorga otilayotganini ko'rib qoladi. Ishxonasidagi kabinetida u otasi bilan uchrashadi. Chol o'g'li Charlesdan mamnun, chunki u oldingidan ancha o'zgarib mas'uliyatni his qila boshlagan. Kechga yaqin Charlesni o'sha konkidagi qiz uyiga taklif qiladi va Charles rozi bo'ldi. Uyda esa uni bir erkak kutib oldi. Yana bitta Charles. Ma'lum bo'lishicha C2 inson o'rnini bosuvchi robotlar va Charles qizlarni o'rashdan va ishxonasidan juda ham zerikkani uchun o'zining nusxa robotini yaratgan va robot u uchun barcha ishlarni qilib beradi. Charles esa shunchaki xotiralarni ko'rib oladi. Ertasi kuni Charles eng yaxshi kompaniya tahlilchilaridan biri o'zining nusxa robotini yaratgani uchun 28 yillik qamoq jazosiga hukm qilingani haqidagi xabarni eshitdi va o'zi ham qonunga zid ish qilayotgani uchun C2ni bir muncha vaqt uydan chiqarmaslikka qaror qiladi. Kechqurun Charles C2 ko'ndirgan qizning uyiga boradi va ular birga bo'ldi. Qizni ko'ndiradigan robot, kayf qiladigan esa bu. Xatadan chiqib yana konki uchishga boradi va u yerda yana bir Elaine ismli handalaklari katta qiz bilan tanishib qoldi. Uyga qaytib o'zining nusxasiga ezganingda shaftoliga o'xshab suv chiqib ketadigan qiz bilan tanishdim deb maqtanmoqda va keyingi uchrashuvda u qizga o'zini ko'rsatishga harakat qiladi. Karnay chaldi, bowling urdi va Ellenga yoqadigan hamma narsani sotib olib berdi. U hech qachon bunday his-tuyg'uni tuymagan va do'ndiqchani qo'ldan chiqarmoqchi emas. Bir kuni yigitning eshigi jiringlab do'sti Ashley keldi. Yigit esa uni FBRdan deb o'ylab yuragi yorildi. Ma'lum bo'lishicha C2 haqida Ashley ham bilar ekan. U robotlarni yomon ko'radi va barchasini suyuqliksiz tug'ilgan bir uyum temir taqqa deb ataydi. Bu vaqtda Elaine uyga keladi. U yerda uni robot qiyofadoshi L2 kutib oldi. Elaine undan kuni qanday o'tganini so'raydi. Robot esa unga o'ynashlaring kuni bilan tinim bilmay telefon qildi deb javob beradi. Elaine qandaydir ro'yxatni ochdi va bir boyvachchani yetarlicha sog'ganini ko'rib, u bilan munosabatlarni tugatishni buyuradi. Do'stlar, videoni shu joyda to'xtatib like bosib qo'ying, chunki faqat shu yo'l bilan mehnatimni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Like'lar soni qanchalik ko'p bo'lsa, kanalda chiqayotgan videolar soni ham ko'payadi. Sizning esa 1 sekundgina vaqtingiz ketadi xolos. Like'lar uchun rahmat. Ertalab Charles ofisga boradi va kolyaskani tarab yubordi. Chaqaloq esa onangni deb so'kib qoldi. U juda ham qo'pol robot qiyofadoshining mutlaqo aksi. Keyin o'gay otasining so'zlarini tinglab, zo'rg'a o'zini mehribon o'g'ildek ko'rsatmoqda. Kompaniya taqdirini hal qiladigan kengash yig'ilishi tez orada bo'lib o'tar ekan. Bu Charlesning Elaine bilan uchrashadigan sanasi bilan bir xil. Shu sababdan u yo ishni tanlash kerak yoki go'shtni. Uyga borib C2 ga kengash uchrashuviga borishni buyuradi. O'zi esa Elaine bilan vaqtini birga o'tkazmoqchi. Robot unga bir vaqtda ikkalasi ham ko'chaga chiqishi xavfli ekanini aytdi, lekin Charles kayf uchun tavakkal qilishga tayyor. Charles ko'rsatilgan manzilga kelib, xonaga kirib chiroqni o'chirdi va Ellenga uni qanday qilib sholpullatishini batafsil tasvirlab beradi. Lekin chiroqni yoqqanda kengash yig'ilishini ko'rib dahshatga tushdi. Charles manzillarni adashtirib yuborganini tushunib, sharmandalarcha oteldan chiqib C2 ga qo'ng'iroq qiladi. Robot esa bu vaqtda mazza bo'ldirib qizni yechintirmoqda. Bu vaqtda Elaine o'ynashlardan uxlatgan tillalarni zargarga sotib, uyining kamerasiga ulandi. Ma'lum bo'lishicha uydagi qiz L2 ekani, bundan chiqdi ikkita robot bir-biri bilan zaryadlashib yotibdi. Robotlar birinchi marta haqiqiy ehtirosini boshdan kechirdi. Buni chiroqlar diskoteka bo'lib ketganidan bilishingiz mumkin. Ertalab Charles uyidan robotini topa olmadi. Elaine'ning ham L2si g'oyib bo'lgan. Keyin ikkalasi ham kecha uchrashuv bo'lgan Elaine'ning uyiga kirib yuzma-yuz kelishadi. Keyin ularga robot nusxalari qo'ng'iroq qilib, androidlar bir-birlarini sevib qolganini tan oldi. Elaine bilan Charles esa ikkalasi ham robot qiyofadoshlar borligini tushunishadi. Elaine o'z robotini uchrashuvlarga yuborib, o'zi esa ulardan olgan pullarni sanab yotardi. Charles esa qizlarni ko'ndirishga robotini ishlatib, o'zi kayf qilish uchun uchrashuvlarga borardi. Lekin bu safar ikkalasida ham kutilmagan narsa sodir bo'ldi.
Ikkala robot ham bir usta tomonidan yaratilgan va juftlik uning yoniga borib, bo'lgan voqeani oqizmay-tomizmay so'zlab beradi. Usta Zak robotlarni GPS orqali osongina topdi va ular qochoqlarni ta'qib qiladi. Atelga yetib kelganda, erkak robot qiz robotning rozetkasiga zaryadchigini tiqib yotibdi. Juftlik esa xonaga kirib, ularni pult orqali o'chirib qo'yishadi. Zak bilan Charles robotlarni mashinaga joylashtirdi va qayerdandir baqaloq Eshli paydo bo'lib do'sti bilan Elenni urib tekshirib ko'radi. Robotmi yoki odammi deb. Juftlik o'zlarini odam ekanini isbotlayotgan bir paytda robotlar o'ziga kelib mashinani o'g'irlab ketishdi. Elen hammasini so'kadi, lekin boshqa chorasi qolmagani uchun uyga qaytishadi. Ertalab Charles ishga boradi, lekin otasi uni kompaniyadan haydab yubordi, chunki C2 kechqurun ofisga kelib kassadagi pullarni o'g'irlab ketgani kamera tasviriga tushib qolgan. Keyin erkak Elen bilan kafeda uchrashdi va robotlarni ko'rishi bilanoq o'ldirish haqidagi rejasini qizga batafsil so'zlab beradi. Keyin qiz go'yo hojatxonaga ketayotgandek o'zini ko'rsatib, Charlesning mashinasini olib qochadi. To'satdan kafedan yana bitta Elen yugurib chiqadi va uning ham mashinasini C2 olib qochdi. Ma'lum bo'lishicha, bu ahmoqlar o'z rejalari haqida robotlarga so'zlab bergan L2 mashinadan tushib Charlesning pikapini chekkada qoldirib ketishadi. Robotlar Meksikaga ketayotgani haqida xabar olishdi, lekin ular ketishdan oldin bankni o'margani, politsiya endi ularni hibsga olishi aniq. Shuning uchun Charles Elenga o'rmondagi kulbasiga yashirinishni taklif qiladi. Ular o'rmonga kelib tunash uchun joy tayyorlaydilar. Havo juda ham sovuq, isinib olish uchun aroq ichishadi va ular borgan sari bir-biriga yaqin bo'lib bormoqda. Charles ertalab bo'yalgan mashinasini ko'rsatdi. Hech kim tanimasligi uchun masqaraboznikiday bo'yab qo'ygan. Nonushta uchun ular baliq ovlashadi va ovqatlanib yo'lga chiqishadi. Chegara yaqinida ularni politsiya to'xtatib, hujjatlarini tekshirib, osongina qo'yib yubordi. Ma'lum bo'lishicha, ular qidiruvda emas, shunchaki robotlar vaqtdan yutish uchun o'g'irlikni sahnalashtirgan. Ertalab ular robotlarni to'y qilayotganini bilib olishdi va qiyofadoshlari ularni sharmanda qilib bema'ni raqs tushayotganlarini tomosha qilishadi. Keyin robotlarni xonasiga kuzatib borib, elektroshoker bilan hushidan ketkizishdi va mashinasiga ortib ko'l yoniga olib kelishadi. C2 ni pastga uloqtirib yuborishdi. Elen esa L2 dan birinchi taqinchoqlarni olib keyin tashlamoqchi, lekin robotlar hushiga kelib C2 suvdan chiqib qochib ketdi. Juftlik esa uni qo'lga olish uchun L2 ni garov sifatida ishlatishmoqchi. Ular Zakning yoniga borishadi. Ma'lum bo'lishicha, Zak yana bitta Elenning ketib borgan nusxasini yaratgan, bu safar oyoqlarini uzun va tarvuzlarning kattaroq qilib. Usta uni Charlesni sevishga dasturlaydi va ular C2 ni qo'lga olish uchun video yozib qilishadi. Charles ikkalasini ham xotin qilib olishni aytganda, jahli chiqqan nusxa ko'kragi kattasi meniki deb tezlikda Zakning uyiga yo'l oldi. Uning tez harakatlanayotganini politsiya payqab ta'qib qiladi. C2 Zakning uyiga bostirib kirib, sevgilisini endi qutqardim deganda politsiya paydo bo'lib, to'rtalasini ham hibsga oladi va Hasan Husan Fatima Zuhralarni ushladik deb hayratdi. Ularning ikkitasi robot ekanidan xabar topgan sherif mukofot olishga shoshilmoqda, chunki katta jinoyatni fosh qildi. Charles va Elen nusxalarni yaratib yomon maqsadda foydalangani uchun kamida 40 yilga qamalishini, robotlar esa bo'laklarga bo'linishini aytib tahdid qiladi. Robotlar bir-birini sevishini va birga bo'lishga tayyorliklarini tan olib, odamlarga o'xshab sevgisiz yashagandan ko'ra robotlarga o'xshab sevishib o'lganimiz yaxshi deydi. Ularning sevgisiga Charles va Elenning havasi kelib suv oqib ketdi. Charles advokatga qo'ng'iroq qilishni so'raydi, ammo baqaloq do'sti Eshliga qo'ng'iroq qilib vaziyatni tushuntirdi. Eshli navbatchiga qo'ng'iroq qilib uni aldab ko'chaga chiqaradi, o'zi esa politsiya bo'limiga kirib do'stlarni ozod qiladi. Juftlik va ularning robot nusxalari Meksika chegarasi tomon yo'l olishdi, lekin chegaradan faqat robotlar o'ta olar ekan. Charles C2 bilan necha yillik qadrdonlardek xayrlashadi va Elen bilan qolib ularni kuzatib qo'ydi. Politsiya ularni orqasidan yetib keladi, lekin endi hibsga olishga hech qanday dalil va asoslar yo'q. Charles va Elen xursandchiligidan o'pishadi va shundan so'ng ularning haqiqiy to'yi bo'lib o'tadi. Film haqida o'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Like bosish va obuna bo'lish mutlaqo bepul. Keyingi videolarda ko'rishguncha